Jon aka, o'g'lingiz tushunishim bo'yicha. O'g'lim Muhammad Ayub. Isming nima? Muhammad Ayub. Nima ish qilasan, o'qiysan? O'qiyman. Qayerda o'qiysan? Endi Safiya maktabida. Qayerda, bu yerdami, Toshkentdami? Qo'qonda. Qo'qondami? Ha, mayli. Eng katta o'g'ilmi bu? Bu o'rtanchi. Katta qizim bor. Nechta farzand o'zi? 3 ta. 3 ta. Gap yo'q. Servis bo'pti. Turishi ham sizga o'xshaydi. Bu bola. Bu Abduvohidjon ukamizning o'g'illari. Abu Dabi bo'yicha partner. Abu Dabi bo'yicha partnerimiz, shu loyihalar partnerimiz. Muhammad. Salom maktabda o'qiysanmi? Ha. Taxtda qolsin dedim, katta bo'lsanglar ko'rasizlar bular bilan birga o'tirib. Yoshi deydi. Kelajakda bular tortib ketadi protsesslarni. Farzandlarni qanaqa tarbiya qilasiz Qo'qonda? Farzandlarni ko'proq bobosi bilan buvasi, opoqisi bilan buvi deyiladi. Bizdan opoqisi bilan buvisini tarbiyasi qilinadi. Darsliklarini ham, o'zini tutishini ham, odobini ham, xulqini ham nazoratda. Endi biz mana u biznes bilan bo'lib uyga kech boramiz, kech chiqamiz. O'shanga ko'proq oila davrasida bizdan ko'ra bobosi bilan buvusi bilan. Yo'q. Точно. Urasib Yo'q. Sanchi? Abduvohid ko'radilarmi? Yo'q. Yo'q. Sog' bo'linglar. Tashkentda xursandman. Bir 10 yildan keyin ko'rib esingizlar, kichkina edi.